BMW i5 35 emas, 40L. Buni zapas xodi ko'p bo'ladi. 630 zapas xod deyiladi va yaxshigina komplektatsiya degan. Abrisovkalari yonadi. 6400 mi yurgan ekan atigi 2025-yil apparat. Da 6400 yurgan. Tak, xrustanli joystiklari, touchpadlari, polni panorama sky launch bor, head-up display va Bauer Wilken akustika sistema, yog'och chiqon detallari ham yog'ochli, plasmas bo'ladi ko'pida, arzonlarda. Do'popsa bu ham. Mana monitori o'sha. Qimmat turadigan monitori. Orqasi dinida qarang, odam qolib tefliq qetib joylashib oladigan ekan, yo'llari chiqqanli. 35 emas, 40L 2025 6400 yurgan. Mana shu i5 srochniga 58 mingga baraka qilsangiz bo'ladi. Почти 35 L'larni o'zi asli shunaqa narx olasiz. Bunaqa komplektatsiyalar. Bo'lsa,